Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining kishilik olmoshlari mavzusini o'rganamiz. Azizlar, YouTube'da to'liq va batafsil video darslarimni joylab boraman. Agar bu darslar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Aytgancha, men Instagramda ham faoliyat olib boraman. U yerda o'zimning metodikalarimni ulashaman. Berilgan men, sen, u, biz, siz, ular kishilik olmoshlaridan foydalanib gaplarni to'ldirib yozing. Doimo yodingizda tuting. Men, sen, u, biz, siz, ular kishilik olmoshlaridir. Kishilik olmoshlari bu shaxsni bildiradigan so'zlardir. Ular kim gapirayotganini, kim tinglayotganini yoki kim haqida gap ketayotganini ko'rsatadi. Men, biz birinchi shaxs olmoshlaridir. Sen, siz esa ikkinchi shaxs olmoshlaridir. U, ular uchinchi shaxs olmoshlaridir. Men, sen, u kishilik olmoshlari faqatgina bir nafar shaxsni, yakka insonni bildiradi. Biz, siz, ular kishilik olmoshlari esa ko'pchilikni, ko'p shaxsni bildiradi. Endigi navbat darslikdagi topshiriqlarni bajarishga. 5-mashqda maqollar berilgan. Siz mana shu maqollardagi kishilik olmoshlarini aniqlab, tagiga bir chiziq chizishingiz kerak bo'ladi. Xalq meniki dema, sen xalqniki. Ushbu gapda kishilik olmoshlarini osongina topdingiz menimcha. Vataning tinch, sen tinch. Elda bori, senda bori. Qo'shning tinch, sen tinch. Qadrli o'quvchilar, ushbu topshiriqni bajarish sizga menimcha murakkablik qilmaydi. Hurmatli o'quvchilar, Vataning tinch, sen tinch maqolini o'qiganingizda xayolingizga nimalar keldi? Siz mana shu maqolni qanday izohlay olasiz? Ushbu maqol sizga nima demoqchi? Fikringizni sinfdoshlaringizga, ustozingizga bildiring. Aslida Vataning tinch, sen tinch maqoli chuqur ma'noga ega. Bu maqol shuni anglatadiki, agar vatanimiz tinch, osoyishta va xavfsiz bo'lsa, unda har bir inson xotirjam, baxtli hayot kechiradi. Chunki tinchlik bor joyda qo'rquv bo'lmaydi. Odamlar erkin yashaydi, mehnat qiladi va kelajakka ishonch bilan qaraydi. Vatan tinchligi bor joyda bolalar bemalol maktabga boradi, bilim oladi, o'yin-kulgu qiladi. Ota-onalar esa farzandlari uchun xavotir olmaydi. Tinchlik bu eng katta boyliklardan biridir. Uni pul bilan sotib olib bo'lmaydi. Uni asrab avaylash kerak. 5-mashqda berilgan maqollardan kishilik olmoshlarini to'g'ri topdingiz degan umiddaman. Belgilaganlaringizni tekshirib oling. Agar siz ham meniki, sen, senda kabi olmoshlarini belgilagan bo'lsangiz, barakalla. Endi o'zingiz ham kishilik olmoshlari qatnashadigan maqollarni topib daftaringizga yozing. Kishilik olmoshlari qatnashgan maqollar juda ham ko'p. Masalan, dangasaga ish buyursang, senga aql o'rgatar. Sen ishni quvsang, non seni quvar. Ish seni yengmasin, sen ishni yeng. Sen qo'rqmasang, yov qochar va hokazo. Kishilik olmoshlari kimlar so'roqlariga javob bo'ladi. Birlikda kelgan men, sen, u olmoshlariga kim so'rog'ini beramiz? Ko'plikda kelgan biz, siz, ular olmoshlariga esa kimlar so'rog'ini beramiz? 6-mashq. Tengidosh so'ziga sinkven tuzing. Biz bilamizki, sinkven bu 5 bosqichdan iborat. Birinchi qatorga bitta ot so'z turkumiga tegishli so'z yoziladi. Ikkinchi qatorga ana shu so'zni ifodalovchi ikkita sifat yoziladi. 3-bosqichiga esa mana shu so'zni ifodalovchi 3 ta fe'l yoziladi. 4-bosqichga esa 4 ta so'zdan iborat gap yoziladi. 5-bosqichiga birinchi qatordagi so'zning ma'nodoshi yoziladi. Masalan, birinchi bosqichda tengdosh so'zi yozilgan. U ot so'z turkumiga mansub. Ikkinchi bosqichda tengdosh so'zni ifodalovchi ikkita sifat yozamiz. Tengdosh qanday? Samimiy,
yaqin. Uchinchi bosqichida tengdosh so'zini ifodalovchi 3 ta fe'l yozamiz. Tengdosh nima qiladi? Suhbatlashadi, kuladi, o'rganadi. 4-qatorga esa mana shu tengdosh so'zi qatnashgan 4 ta so'zdan iborat bitta gap yozamiz. Tengdoshlar bir-birini tushunadi. 5-bosqichiga birinchi bosqichdagi tengdosh so'zining ma'nodoshini yozishimiz mumkin. O'rtoq. Aziz o'quvchilar, tengdosh so'ziga mana shunday sinkvayn tuzish mumkin. Men o'ylaymanki, siz bundan ham ajoyib so'zlarni topa olasiz. Sinkvayn tuzib bo'lgan bo'lsangiz, endi tengdosh so'zi ishtirokida kishilik olmoshlardan mosini qo'llab gaplar tuzib yozing. Tengdosh so'ziga quyidagicha kishilik olmoshlardan foydalanib gaplar tuzib yozish mumkin. Men tengdoshlarim bilan do'stman. Sen tengdoshlaringga hurmat bilan qaraysan. U tengdoshlariga yordam beradi. Biz tengdoshlarimiz bilan birga o'qiymiz. Siz tengdoshlaringizga yaxshi o'rnak bo'lasiz. Ular tengdoshlariga mehribon. Hurmatli o'quvchilar, o'zingiz havas qiladigan tengdoshlaringiz bormi? Fikringizni bayon eting. Navbat 7-mashqqa. Quyidagi do'st so'ziga ta'rif bering. Kishilik olmoshlarni qatnashtirib, do'stingizning xususiyatlarini ifodalab matn tuzib yozing. Do'st qanday bo'ladi? Do'st vafodor, samimiy, ko'makchi, quvnoq, oqko'ngil, mehribon bo'ladi. Siz yana qanday so'zlar bilan ifodalay olasiz? Do'stingiz haqida kishilik olmoshlardan foydalanib, quyidagicha matn tuzib yozish mumkin. Mening do'stim aqlli, odobli va samimiy. U har doim rost gapiradi va do'stlariga yordam beradi. Biz birga vaqtni maroqli o'tkazamiz. Men bunday do'stim borligidan xursandman. Siz ham matn tuzing va sinfdoshlaringizga tuzgan matningizni o'qib bering. Ishonamanki, sinfdoshlaringiz, do'stlaringiz juda xursand bo'ladilar. 8-mashq. Berilgan 3 ta gapni husnixat asosida ko'chirib yozing. So'ng yashil ruchkangizni olib, kishilik olmoshlarining tagiga bir chiziq chizing. Topshiriqni to'g'ri bajarganligingizni tekshirib oling. Bugungi uyga vazifa 9-mashq. O'qing, nuqtalar o'rniga kishilik olmoshlarni qo'yib, gaplarni ko'chiring. Aziz o'quvchim, avval gaplarni diqqat bilan o'qing. Qaysi kishilik olmoshi nuqtalarning o'rniga mazmunan mos keladi? Ishonamanki, siz olmoshlarni to'g'ri topa olasiz. Kishilik olmoshlarini to'g'ri qo'yganligingizni tekshiring. Birinchi gap: yaxshilik tilayman odamga, u meni tanitgan olamga. Parvarish xizmatin oqlay deb, imlayman huzurbaxsh soyamga. Demak, birinchi gapda u olmoshidan keyin meni kishilik olmoshini qo'shishingiz kerak edi. Ikkinchi gap: ana shu qishloqda shoir, mohir va o'roq ismli tengqur bolalar yashar ekanlar. Ular faqat tengqurgina emas, oralaridan qil ham o'tmaydigan qalin do'st ekanlar. Demak, ikkinchi gapga ular kishilik olmoshini qo'yishingiz kerak edi. Uchinchi gap: 5 nafar o'g'il qizlarim bor. Sen 6-chisi bo'lasan. Demak, uchinchi gapga sen kishilik olmoshini qo'yib yozishingiz kerak edi. Agar siz ham aynan mana shu meni, ular, sen kishilik olmoshlarini qo'ygan bo'lsangiz, barakalla, topshiriqni to'g'ri bajaribsiz. Qadrli kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan kishilik olmoshlari haqida gaplashdik. Video dars sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlang va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan kelgusi darsda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling deb qolaman.